Salom barchaga do'stlar. Bugun men sizlar bilan yana o'sha King Gamer. Do'stlar, bugungi videomizda men Survival 3-qismini olmoqdaman. O'tgan safar aytgandim, uy quramiz deb va biz o'sha o'nlarga keldik. Uyni qurishni boshlaymiz. Va 2 stak daraxt Redstack. Xo'sh, Eld Gamerni kim taniydi? Taniydiganlar bo'lsa, do'stlar, menga bir g'oya keldi-da. Mana shu tagini toshdan qilsakchi. 1 stakmi, 1,5 stakmi tosh yig'ib kelsak, kirka bor ekan mana. Kir. Mana tosh ham chiqdi. Bu toshga o'xshamaydi, do'stlar. Do'stlar, sizlardan iltimos, o'sha Eldorni, Eld Gamerni kim tanisa, u turist obunachi bo'lib ketdi, do'stlar. Men nima qilishni bilmay qoldim. Sizlardan iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Eldor bilan mana shu 24-maygacha 1K bo'lishga, men birinchi 1K bo'laman deb maqtanib aytaman, do'stlar. U turist bo'lib ketdi. 2 kun oldin ochdi kanalini. 408 dan 500 taga yetib qoldi. Do'stlar, lekin men hali 50 ta bo'lmadim, do'stlar. Shuning uchun obunalarni bosib qo'yinglar. Men bitta challenge qildirmoqchiman obunachilarimga. Videoni yasaganman, ko'rgan bo'lsalaring. Xo'sh, obuna bo'lib qo'yasizlar, keyin videoni qanday yasashni aytasizlar. Men o'zim video yasab, videoni qanday introlar qo'yishni va qayerdan qanaqa ilovalarda qo'yishni o'rgataman, do'stlar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Omad deb va obuna bo'lib qo'ysalaring. Va mana yaxshi. Va mana bu yerdan video yasab bermoqchiman, do'stlar. Ustiga rasm qo'yishni va intro qo'yishni o'rgataman, do'stlar. Sizlardan iltimos, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi faqat. Bu safar uy tez qurmasak bo'lmaydi. Shili yana qorong'i tushyapti. Mana 2 teshikka joy. Ya, qachonsimani? 2 teshikka joy qoldirdik. Verstak tez qo'yib eshik qo'yaylik. Xo'sh, mana eshigimiz ham tayyor. Va uyni tezroq 2 qavat qilish kerak. Aks holda zombilar bostirib keladi. Balki uxlasak bo'laganida.
Do'stlar, mana tong otdi. Endi uyimizda bemalol tez qurib ola olamiz. Do'stlar, men qirg'oqqa yaqin emasman-da. Qirg'oqqa yaqin bo'lganimda qum olib kelardim va qumdan uch, bir, ikki, uch. Uchta bo'lsa, bu yoqda to'rtta. Uyimiz qiyshiq bo'lib qolibdi do'stlar. Hech qisi yo'q. To'g'irlaymiz. Ana, qo'shiq boshlandi. Menga vashshi yoqadi mana shu Minecraft qo'shiqlari. Kirga esa olamiz. Kirga eng kerakli narsa do'stlar. Bolta yasamabmizki do'stlar va qaytamiz. Bolta yasab olamiz. Xo'sh. Izohlarda Eltgamer yoki Kingamer zo'r o'ynashini yozib qoldiringlar. Minecraft kim zo'r o'ynaydi, kim yomon o'ynaydi, shuni izohlarda yozib qoldiringlar.
Do'stlar, xayrlashishga majburman. Keyingi qismlarini tez orada chiqaraman. Balki keyingi qismda o'sha men aytayotgan Eldgamer bilan o'ynarman. Bundan oldingi qismda aytib o'tgandim. 3-qismga kela olmadi. O'ynamayman do'stim. O'zing olib turaver dedi va men rozi bo'ldim. Xayr do'stlar, sog'-omon bo'ling. Keyingi videolargacha uyimni bitirib, uyimda video olishni boshlayman. Xayr, sog'-omon bo'ling.